Assalomu alaykum do'stlar, bu Qozaq Story Time. Biz boshlaymiz. Men Javohir, 21 yoshdaman. Oddiy oiladan chiqqanman. O'qishim Toshkentdagi universitetda, lekin yotoqxona pulim, kontraktim, hatto nonushok olishga ham zorga yetar edi. Otam erta vafot etgan, onam esa qishloqda kasal onaxonimga qarab qolgan. U kishi menga hech yordam bera olmasdi. Hayot menga ogirlik qilib bosib kelar, men esa bir kun kelib hammasi o'zgarishiga, dasturxonim to'lishiga, onam davolanishiga umid qilardim. Ammo imkoniyatlar mendan uzoqda edi. Bir kuni hamma narsani o'zgartirib yuborgan e'lonni ko'rib qoldim. Yolg'iz onaxon yordamchi yigitga uylanish sharti bilan $100,000 meros qoldiradi. Avvaliga kuldim. Bunday narsalar faqat filmlarda bo'lar edi-ku. Ammo izohlarni ochib ko'rdim, jiddiylar, hujjatlar bilan. Yana qiziqroq joyi, ayol 75 yoshda, ismi Mastura opa, farzandi yo'q, qarindoshi deyarli yo'q. U nafaqat boy ekan, balki bir necha uy, bog', oltinlari borligi haqida ham yozishgan. O'sha payt menga bitta fikr keldi. Bu imkoniyat faqat bir marta beriladi. Agar qilsang, butun hayoting o'zgaradi. Baxtga yoki baloga yo'l ochgan shu qarorim bor edi. Mastura opa bilan ilk uchrashuv. Ularning uyiga borganimda yuragim hapriqib ketdi. Katta, eski, lekin qadimiy hashamat bilan bezatilgan hovli. Eshikni oq sochlari jamalak qilib turilgan, yuzida ajinlari ko'p bo'lsa-da, ko'zlarida galati chaqnoq bo'lgan Mastura opa ochdi. "Sen Javohirmisan?" dedi u qo'llarini menga cho'zib. "Ha, menman, opa." "Yaxshi, ichkariga kir. Men yolg'iz yashayman, ammo uyim hech qachon jim bo'lmagan. Faqat men eshitaman." Bu so'zlar menga galati tuyuldi, lekin izoh so'rashdan qo'rqdim. Mastura opa bilan suhbatlashib chiqdim. U surprizli ayol edi, ba'zan mehribon, ba'zan tund, ba'zan esa chuqur fikrlarga cho'mib ketardi. Shu kuni u menga shartni aniq aytdi. "Men bilan bir oy yashaysan. Agar mos kelsang, nikohdan o'tamiz. Shundan keyin olsam hamma mol-mulk senga qoladi." Men rozilik berdim. Chunki boshqa yo'lim yo'q edi. Birinchi kun. Men uyning mehmonxonasidagi divanda yotib qoldim. Tunda galati narsa eshitdim, kimdir koridorda yurayotgandek og'ir qadamlari bor edi. Uyda faqat men va Mastura opa bo'lishimiz kerak edi. Yuragim tez ura boshladi. Deraza yonidagi soya qimirlagandek bo'ldi. "Javohir" degan qo'pol, xirildoq ovoz eshitildi. Men sapchib o'rnimdan turdim. Hech kim yo'q edi. Ertalab bu haqida Mastura opaga aytsammikin deb o'yladim, lekin u meni telba deb o'ylashdan qo'rqdim. Ikkinchi kun. Mastura opa meni hovliga boshlab chiqdi. Bu yerda katta, qadimiy tut daraxti bor ekan. Uning tagida kichkina marmar tosh qo'yilgan. "Bu nima?" deb so'radim. Opa sekin xo'rsindi. "Bu yerda mening birinchi erimning yodgorligi. Uni juda yoshligimda yo'qotganman." Shunda yana bir narsa e'tiborimni tortdi. Toshning ustida eski, qizil do'glar bor edi. Yomg'ir ham, vaqt ham yuvib ketolmagan do'glar. "Qizil bo'yoqmi?" "Ha", dedi opa, lekin uning ovozi bir zumda titrab ketdi. "Bo'yoq." Lekin men bo'yoq emasligini sezdim. Uchinchi kun, galati qoidalar. Uchinchi kuni opa menga bir nechta qoidalar qo'ydi. Kechasi soat 11 dan keyin hovliga chiqma. Yerto'laga tushma. Tut daraxtiga qo'l tekkizma. Agar tunda kimdir chaqirgandek bo'lsa, javob berma. Men kulmoqchi bo'ldim, lekin opa shunchalik jiddiy qaradiki, tomog'im qurib ketdi. "Bu uyda qadimiy sirlar bor, bolam", dedi u, "men seni himoya qilmoqchiman." To'rtinchi kun, oshkor bo'lgan yashirin eshik. Men uyda o'zimcha yurib, eski devorlarni ko'zdan kechirayotgan edim. Bir joyda devorning orqa tomoni ichi boshdek tuyuldi. Ehtiyotkorlik bilan itardim, eshik ochildi. Ichkarida qorong'i xonacha bor edi. Xona devorlariga qadimgi suratlar osilgan, hammada bir xil erkak tasvirlangan, ammo har birida uning ko'zlari qizil tusga bo'yalgan. Pastda bir yozuv. "Men qaytaman." Ushbu jumlani ko'rib tanamdan muz yugurdi. Shu payt orqamdan kimningdir qo'li elkama-elkamga tegdi.
Ogirilsam, Mastura opa. Bu joyga kirmagin degan edim, dedi u sovuq ovozda. Bu xonada meniki bo'lmagan kuchlar bor. Men jim qoldim. 5-kun opa haqida dahshatli gap. Opa uyga keladigan yagona odam qo'shnisi Murod aka edi. O'sha kuni u meni ko'rib, yonimga sekin kelib qoldi. Senga achinadimi, bolam? Nega? Murod aka chuqur xo'rsindi. Mastura opa yaxshisi, uning haqida ko'p narsalarni bilma. Faqat shuni bil, uning oldingi erlari uzoq umr ko'rmagan. Qanday? Ularning uyi ham shunaqa edi. Ularni kimdir chaqirardi, ular javob berardi va ertasi kuni yo'qolardi. Tanam qaltirab ketdi. 6-kun tun yarmida chaqiruv. O'sha kecha uxlay olmadim. Kozim ilinarilinmas. Javohir chiq. Menga kel. Ovoz yerto'la tomondan edi. Men qo'rqsamda o'rnimdan turdim. Qoidani unutdim, tubdan nimadir meni tortardi. Yerto'la eshigiga yaqinlashsam, shamoldek sovuq havo yuzimni kesib o'tdi. Eshik orqasidan pichirlash kelardi. Men qaytdim. Birdan Mastura opa paydo bo'lib, meni qo'limdan tortib oldi. Senga aytgan edim, deb baqirdi u seni o'ziga chaqiryapti. Kim? Mening marhum erim. Uning ruhi tinchimagan. U meni xiyonat qilgan deb o'ylaydi va har safar men yonimga yangi odam olsam, uni chaqiradi. Men dahshatga tushdim. Nega unda meni tanladingiz? Chunki opa o'ksinib qo'limni qo'ydi. Chunki bu ruh tinchimasa, men ham tinch yashay olmayman. Uni kimdir almashtirish kerak. Kimdir uning o'rnini bosish kerak. Yana opa ko'zlarini yumdi. Odat shunaqa. Kimgadir u yoqadi. Agar u seni tanlasa, sen olasan. Agar tanlamasa, men tirik qolaman. Men ortga chekildim. Opa yillar davomida ruhdan qutulish uchun odamlarni qurbon qilganmi? Ammo uning keyingi gaplari hali hamma narsani agdar-to'ntar qilib yubordi. 7-kun haqiqat. Ertalab opa menga oshxona stolida bir qog'oz qoldirib ketgan edi. Agar menda bo'lgan sirni ochsang, seni ham, meni ham oldiradi. Shu payt Murod aka yugurib keldi. Javohir, uyingni tark et. Bilasanmi, Mastura opa 75 yoshda emas. Nima? U 95 yoshda. Yoshlikdan ruh chaqiruvchi bo'lgan. U birinchi erini ham o'zi qurbon qilgan. Shundan beri ruh unga yopishib qolgan. Yillar davomida uni tinchlantirish uchun doim biror yigit topib kelgan. Men shu payt dahshatli narsani angladim. Men shunchaki meros uchun emas, qurbonlik uchun tanlangan edim. Ammo kutilmagan hol bo'ldi. Tunda yana o'sha ovoz meni chaqirdi. Men hovliga chiqdim. Tut daraxti tagida bir erkakning soyasi turardi. Yuzini ko'rmadim, lekin uning ovozi aniq eshitildi. Men Masturaga emas, senga keldim. Shu so'zdan keyin shamol qo'zg'aldi, daraxtning barglari shivirlay boshladi. Orqamdan Mastura opa yugurib chiqdi. Yo'q. Uni olma. U hali yosh. Meni ol, meni. Lekin soya menga qarab yaqinlasha boshladi. Va shu yerda eng qo'rqinchli narsa yuz berdi. Soya Mastura opaning tanasiga kirdi. Opa yerga yiqildi, qattiq qichqirdi, butun uyni titratadigan ovoz bilan. Men qaytdim. Yer larzaga keldi. Mastura opaning ko'zlari birdan qizil tusga kirdi. U boshqa Mastura emas edi. Ruh unga qaytgan edi. Soya Mastura bilan birlashgan. Endi u tirik odam emas, balki ikkinchi jonli ruh bilan yashaydigan maxluqqa aylangandi. Bu manzarani ko'rib qotib qoldim. Shunda ruh bilan birlashgan Mastura menga qarab shunday dedi. Endi navbat sendadir, Javohir. Mening o'rnimni bosasan. To'satdan shamol yana kuchaydi. Daraxt tebrandi. Atrof qorong'ulashdi. Men qochishga urindim, lekin orqamda darvoza ozozdan yopilib qoldi. Mening hayotim endi boshlanayotgan deb o'ylagandim. Ammo endi men uning ruhiy o'yinining navbatdagi bo'lagi edim. Ruh qaytgan tun.
Javohir hayoti evaziga yashash kerak bo'lgan dahshatli o'yin boshlandi. Tut daraxti ostida hushidan ketgan Mastura opa endi Mastura emas edi. Ruhi qaytgan, ko'zlari qizargan, ovozi chuqurlashgan maxluq odam va jin aralashmasi shunday turardi qarshimda. Men orqaga tisarildim. Kimsiz? Opa jilmaydi. Ammo bu odamning jilmayishi emas edi, qiyofasi odamga o'xshar, ammo harakati odamnikidan yiroq. Men Mastura emasman, dedi u ikki ovoz aralashib chiqayotgandek. Men qaytdim. Va sen mening navbatdagi yashirinchogimsan. Men hech qanday o'rinni bosmayman, deya baqirdim. Lekin oyoqlarim qaltirardi. Qochsam ham ushlashi aniq edi. Opa menga yaqinlashdi, bir qo'lini ko'tardi. Panjalari cho'zilib uzunlashayotgandi. Go'yo odam qo'li emas, shoxga o'xshagan narsa chiqayotgandi. Sening ruhing yosh, kuchli, men senga muhtojman. Mening tanam yemirilgan, ammo men seni tanlab oldim. Shu payt darvoza orqasidan ovoz eshitildi. Javohir, qoch. Murod akaning ovozi edi. Mastura ortga o'girilib, dahshatli qichqiriq chiqardi. Murod akaning ovozi shu zahotiyoq ochdi. Men darvozaga yugurdim, lekin kirish tomoni go'yo ko'zga ko'rinmas devor bilan to'silgandi. Hech qayerga qocholmaysan, dedi Mastura. Bu hovli endi sening qabring. Kecha yana davom etdi. Opa meni qo'llarimdan tortib, uy ichiga sudrab kirdi. Har bir qadamimda yuragim urib ketardi. Tanamdan ter oqib tushardi. U meni eski xona tomonga olib bordi. Devorda qizil ko'zli erkakning surati osilgan xona. Mana shu erkak, dedim men. Bu sizning eringizmi? Opa qotib qoldi. Bir zumda uning ko'zlariga insoniylik qaytgandek bo'ldi. Ha, u meni sevgan edi, dedi u pichirlab. Men ham uni yaxshi ko'rardim, lekin u meni tark etdi, men esa uni qaytarib kelmoqchi bo'ldim. Shunda birdan ko'zlari yana qizarib ketdi. Va men uni qaytardim. Ammo u endi meniki emas, u och qolgan ruh edi. Opa o'z yuzini changalladi. U meni qoldirmaslik uchun har yili kimdirning ruhini talab qilardi. Men tanlagan odamlar ularni ruh sorib olardi va men yana bir yil umr ko'rardim. Shu payt men tushundim. Mastura opa 95 yoshda emas, ruh uni tirik ushlab turadi. Har yili ruhga bir qurbon kerak bo'ladi. Men esa keyingi qurbonman. Qonli xona. Opa meni xonaning markaziga olib borib, yerga chizilgan galati chiziqlar ustiga oyoq qo'ymoqchi bo'ldi. Shu yerga tur, dedi. Marosim boshlanadi. Yo'q, deya ortga chekindim. Tur, dedi u dahshatli ovozda. Lekin men yugurib qochdim. Koridordan o'tib, yerto'la eshigini ochdim. O'sha erga tushdim, qorong'i, yengil chiriyotgan hid kelar edi. Eshik ortidan opa qichqirardi. U yerga tushma. U yerda u bor. U meni ham, seni ham yutadi. Bir zumda alangadek sovuq havo yuzimga urildi. Yerto'laning chekida bir odamga o'xshash shakl turgan edi. Ko'zlari qizil emas, qora edi. Butunlay qora. U sekin-sekin menga yaqinlasha boshladi. Sen meni chaqirdingmi? Dedi u past, xirildoq ovozda. Men. Yo'q. Men hech kimni chaqirmadim. Lekin sensiz kelolmasdim, dedi u, senda unga o'xshash kuch bor. Toshqin kabi. O'sha ayol seni shunchaki qurbon emas, o'rniga otadigan merosxo'r qilib tanladi. Nima meros? Mening ruhimni nazorat qilish merosi. Men dahshatdan tosh kabi qotdim. Men sizning o'rningizga otishim kerakmi? Agar otmasang, men seni yutaman. Nega aynan men? Chunki sen olim bilan yashash o'rtasida turgan yigitsan. Senda tanlov yo'q. Shunda Mastura yerto'laga tushib keldi, menga oqrayib. Unga ishonma. U seni yolg'onga ishontiryapti. U hech qanday meros qoldirmaydi. Faqat seni oldiradi. Ruh Masturaga qaradi. Sen ham bir vaqtlar shunday yosh eding, seni ham tanlagandim. Ammo sen menga xiyonat qilding. Endi navbat unga. O'rtadagi kurash. Mastura qo'llarini ko'tardi, bilaklaridan qora tutun chiqdi.
Ruhi qaytgan ayol, jin aralashgan maxluq hozir butun kuchi bilan ruhga qarshi chiqardi. Ruh esa qora tutunga qarshi oppoq nur chiqarardi. Bu ikki kuch to'qnashganda yerto'la titrab ketdi. Tomga yopishtirilgan buyumlar yerga tushdi, shamlar ochdi. Havo qorong'ulashdi. Men burchakka qochib oldim. Ularning kurashi davom etdi. Sen meni sevgan eding, dedi Mastura. Men seni qaytarib kelmoqchi bo'lgandim. Sen meni odam emas, kuch sifatida ko'rganding, deb javob berdi ruh. Shuning uchun men seni afsusga qoldirdim. Shu onda ruh Masturani itqitib yubordi. U devorga urilib yiqildi. Masturaning so'nggi iltimosi. Mastura men tomonga sudraldi. Nafasi og'ir, ko'zlari yarim yopiq edi. Javohir, dedi u past ovozda. Meni eshit, men xato qildim ko'p yillar avval. Meni o'zim ham o'sha ruh tanlagandi, men rozi bo'ldim chunki erimni qaytarishni istadim. Lekin u qaytmadi, faqat ruh qaytdi. U ho'ngrab yiglab yubordi. Men seni himoya qilmoqchiman, qoch, iltimos qoch. Shunda ruh uning yelkasidan ushlab yerga bosdi. U seni qurbon qilmoqchi edi. Unga ishonma. Men esa nima qilishimni bilmay ikki olam orasida qolgandim. Ruhning menga bergan tanlovi. Ruh menga yaqinlashdi. Sen tanla. Men seni yutaman, shunda sening joning bilan o'zimni mustahkamlayman. Sen mening o'rnimga o'tasang, Mastura tirik qoladi, men esa seni bo'ysundiraman. Sen men bilan birga yashaysan. Ikkalasini ham xohlamayman, dedim men. Unda sen olishing kerak, dedi ruh jimgina. Bu payt Mastura qo'llarini osmonga ko'tardi. U so'nggi kuchi bilan menga qaradi. Javohir, uchinchi yo'l bor, agar sen uni tut daraxti ostiga qaytarib, qabrni ochsang, ruh seni emas, o'z tanasiga qaytadi. Va u yo'q bo'ladi. Ruh gazab bilan qichqirdi. Yolg'on. Sen uchun hech qanday qutulish yo'li yo'q. Men yugurib chiqib hovliga chopdim. Daraxt ostiga bordim. Marmar tosh, erining yodgorligi u yerda turardi. Ruh ortimdan yugurib chiqdi. Uning ovozi butun havo bo'ylab yangradi. To'xta! Men toshni ag'darib yubordim. Ostida, tuproq ostida zanglagan temir quti bor edi. Qutini ochishim bilan ichidan eski suyak qismi, qo'l panjasi tushdi. Panja yerga tegishi bilan ruh birdan qichqirdi. Yo'qin. Bu mening tanam emas. Bu qoldiq. Bu sening hiylang. Men Masturaga qaradim. Opa. Nima bo'lyapti? Jarayonni tugat, dedi Mastura. Panjani daraxt ildiziga qo'y. Men buni qildim. Shunda daraxt ildizlari oz-ozdan qimirlay boshladi. Ular panjani o'rab oldi. Yerdan yorqin nur chiqdi. Ruh katta qichqiriq chiqardi. Yo'q. Sen menga dushman bo'lding. Nur uning tanasini yoritdi. Soya asta-sekin parchalanib ketdi. Uning so'nggi so'zlari. Men qaytaman, qaytaman. Va u yo'q bo'ldi. Masturaning o'limi. Ruh yo'qolishi bilan Mastura opa erga yiqildi. Men yugurib oldiga bordim. Opa. Turing. Hammasi tugadi. U jilmaydi. Mening umrni ruh ushlab turardi. U ketdi, endi men ham ketaman. U qo'limni ushlab. Meni kechir, men seni halokatga boshlamoqchi emasdim, men yillar davomida ruhga qul bo'lib yashadim. Endi sen erkinsan, bolam. Uning ko'zlari yumildi. Mastura opa shu zahotiyoq jon berdi. Lekin eng dahshatlisi endi boshlanardi. Men Masturaning qo'lidan tutib turgan paytim, yelkam ortidan sovuq shamol o'tdi. Va daraxt tepasidan bir pichirlash eshitildi. Biz hali tugatmadik. Men yuqoriga qaradim. Daraxt shoxlari orasida qora ko'zli erkakning soyasi yana turardi. Bu safar u Masturaning ruhi bilan emas, o'zimni qidira boshlagandi. Va u qaytdi. Lekin bu safar uning maqsadi boshqacha edi. Ruh yo'qolmagan ekan. Javohir tanasi uchun kurash boshlanadi. Mastura opa jon berganidan so'ng hovli galati tarzda tinchib qolgandek bo'ldi.
Ammo men bilardim, bu osoyishtalik boron oldidagi sukunat edi. Tut daraxtining shoxlari orasida turgan qora kozli erkakning soyasi asta-sekin yerga tushib kelardi. Uning harakati odamnikiga o'xshamas, balki shamol bilan birga siljiyotgandek edi. Sen meni yo'q qildim deb o'yladingmi? Dedi u past, ammo uy bo'ylab aks sado bergan ovozda. Sen faqat tanamni ajratding. Ammo men sening ichingaman. Men qaltirab ketdim. Men seni chaqirmadim. Sen menga yopishma. Dedim baqirib. U jilmaydi. Yuzida tirik odam jilmayishida bo'lmaydigan sovuqlik bor edi. Sen meni chaqirding, Javohir. Tun yarmida, qo'rquvingning eng yuqori lahzasida sening ruhing ochiq bo'ldi. Men sening qo'rquvingdan tugildim. Bu so'zlarni eshitib titrab ketdim. Men uning yangi uyi ekanman. Mastura meni o'z tanasiga qaytarishni istadi, dedi ruh. Lekin sen unday emas. Senda yoshlik bor, kuch bor, qo'rquv bor. U menga yaqinlashdi. Sen mening yangi tanam bo'lasan. Yo'q, dedim ortga tisarilib. Mening tanamni ololmaysan. Ruh kuldi. U kulganda daraxt barglari qaltirardi. Men allaqachon ichingdaman. Faqat marosim tugamagan. Tugsa sen yo'qolasan, men esa sening joyingni egallayman. Shu payt orqamdan kimdir qo'limdan tortdi. Bu Murod aka edi. Yuzlari oqarib ketgan, qo'lida Qur'onni mahkam ushlab turardi. Yugur, bolam, dedi u, bu ruh bilan bir ozing olisholmaysan. Murod aka menga qaramay ruhga qarata oyat o'qiy boshladi. Ruh titrab ketdi, lekin yo'q bo'lmadi. U qichqirib yubordi. Sen kech qolding, qariya. Ruh shamolga aylanib Murod akani itarib yubordi. U yerga quladi. Uning qo'lidan Qur'on uchib ketdi. Men Murod akaning oldiga yugurdim. Aka, yaxmisiz? Tez uydan chiq, hovlidan ket, iloji bo'lsa qishloqdan ham ket, bu ruh endi seni qo'ymas. Lekin sizchi? Men qariyman, o'zimni himoya qila olaman, lekin sen yosh ekansan, u seni tanladi. Ruh yana paydo bo'ldi, ko'rinishi yanada aniqroq, yanada odamga o'xshashroq. Bu iqtisodiy emas, ruhiy evolyutsiya edi. Hovli eshigi ochilmay qoldi. Men darvozaga yugurdim. Lekin yetib borganimda darvoza go'yo temirga aylanib ozozdan qotib qolgandi. Itarib bo'lmasdi. Ruh orqamdan gapirdi. Qochish ahmoqlik. Bu yer endi sening maqsading emas, sening qabring. Shunda Murod aka yon tomondan. Daraxt ostidagi qutini yana och. Ichida yana bir narsa bor, deb baqirdi. Men shoshilib daraxt tagiga yugurdim. Qutini ochib ko'rsam, panja tushgan joyda yana kichkina mato borligini sezdim. Uni yechsam ichida qadimiy, yirtilgan daftar bor edi. Daftarning birinchi sahifasida shunday yozuv: kim ruhni chaqirasa, uni asir qila oladi. Qaltirab ketdim. Mastura, dedim o'zimcha. U seni qaytarish uchun seni chaqirgan. Ruh menga yaqinlashdi. O'sha yozuvlar yolg'on, bolam, dedi u sokin ovozda. Uni o'qima. Sen menga tegishlisan. Daftarda dahshatli sir bor edi. Men daftarning keyingi sahifasini ochdim. Ruhni o'z tanasiga qaytarish uchun emas, balki uni yo'q qilish uchun, uni chaqirgan odam emas, balki unga tanlangan odam marosimni yakunlash kerak. Qorong'u tushdi. Demak, meni tanlagani bejiz emas, dedim sekin. Ruhning ko'zlari yonib ketdi. Kitobni ber, deb baqirdi. Men kitobni orqamga yashirdim. Sen meni Mastura singari alday olmaydi, dedi ruh. Sen ham olishing kerak. U menga yaqinlashayotgandi. Yangi marosim uchun men kerak ekanman. Daftarda davom etgan yozuv. Ruh tanishga yaqinlashganda uning kuchi oshadi. Lekin marosimni to'xtatish uchun tanlangan inson ruhni daraxt ostiga olib borib, uning ismini qayta o'qimogi lozim. Men qichqirib yubordim. Sen kimsan? Sening asl isming kim? Ruh to'xtab qoldi. Uning yuzida qo'rquvga o'xshash bir lahza paydo bo'ldi. Mening ismimni bilish seni oldiradi, dedi u sekin.
Daftarning oxirgi sahifasida esa shunday yozuv bor edi. Ruh ismini eshitgan zahoti tan oladi va kuchi 2 baravarga oshadi. Lekin shu joyda eng katta sir bor, ruh ismini tan olgan odamga bo'ysunadi. Men shokda edim. Demak, agar men uning ismini bilsam, u menga bo'ysunadimi? Ruh gazab bilan qichqirdi. O'sha kitobni bersana. U daraxtni titratdi, shoxlar singdi. Men Murod akaning yoniga qaytdim. Aka, u kishi kim bo'lgan? Uning asl ismi nima? Murod aka zorga og'zini tutib pichirladi. Uning ismi qora daftarni o'qigan odamlarga ayon bo'ladi, sen davom ettir. Men daftarning o'rtasini ochdim. 3 ta so'z qizil siyoh bilan yozilgan edi. Uning ismi Barxotira. Shu lahza yerni silkitib yuborgan qichqiriq eshitildi. Ruh yoki endi uni Barxotira deb atash mumkin, dahshatli ovoz bilan bokirdi. Mening ismimni bilib seni oldiraman. Endi u avvalgidan 2 baravar katta, 2 baravar qorong'u va 2 baravar kuchli edi. Lekin men bilardim, bu meni oldirish kuchi emas. Bu meni o'ziga bo'ysundirish kuchi edi. Barxotiraning menga bo'ysunish lahzasi. Men daraxt tagiga o'tib, oxirgi yozuvni baland ovozda o'qidim. Ruh ismini tan olgan odamga bo'ysunadi. Barxotira to'xtadi. Uning nigohi menga qadaldi. Mendan o'zingni himoya qilma, endi sen mening xo'jayinimsan. U tizzalab o'tirdi. Men dahshat bilan ortga chekindim. Men senga xo'jayin bo'lishni xohlamayman. Sen meni chaqirding. Endi men seniki. Bu payt Murod aka qo'rquv bilan: Javohir, hushyor bo'l. U seni aldamoqda. Ruh hech qachon butunlay bo'ysunmaydi. U seni asta-sekin o'ziga singdiradi, dedi. Barxotira asta-sekin turdi. Sen men bilan birlashishing kerak, shunda biz abadiy yashaymiz. Yo'q, dedim men baland ovozda. Men yugurib uydan tashqariga chiqishga harakat qildim. Barxotira ortimdan: Sen mendan qocholmaysan, deb qichqirdi. Daraxt meni ushlab oldi. Hovliga chiqqanimda tut daraxti shoxlari go'yo tirikday egilib, oyoqlarimni o'rab oldi. Men yiqildim. Barxotira menga yaqinlashdi. Biz endi bir tanamiz. U qo'lini yuzimga tekkizmoqchi bo'ldi. Shu payt osmondan chaqmoq tushdi. Chaqmoq tut daraxtining tepasiga urildi. Daraxt yonayotgandi. Barxotira dahshat bilan orqaga chekindi. Yo'qma. Tut daraxti mening bog'lanishim. Agar u yonib bitsa, men yo'q bo'laman. Men hech ikkilanmay: Unda yo'q bo'l. Daraxt lovullab yonardi. Barxotira jon holatida qichqirdi: Sen meni yo'q qila olmaysan. Men sening ichingdaman. Uning tanasi tutunga aylandi, lekin tutun mening ko'kragimga kirib ketdi. Men qichqirib yubordim. Tanam muzlab qoldi. Ko'z oldim qizarib, keyin qoraydi. Va men hushimni yo'qotdim. Uyg'onganimda ko'zlarimni ochsam, shifoxonadaman. Yonimda onam o'tirar edi. Bolam, nihoyat o'zingga kelding. 2 kun hushsiz yotding. Men atrofiga qaradim. Qayerdaman? Shahar shifoxonasida. Seni qo'shning topib kelgan ekan. Seni bir uyda yiqilgan holingda topibdi. O'sha uy esa anchadan beri vayron bo'lgan deyishyapti. Vayron bo'lgan, dedim men hayron bo'lib. Masturaning uyichi. Daraxtchi. Onam yelka qisdi. O'sha joyda hech kim yashamagan. Hech qanday Mastura degan ayol yo'q ekan. Men jim qoldim. Bu qanday bo'lishi mumkin? Shunda ko'ksim ichidan bir ovoz eshitildi. Men hali bu yerdaman. Meni butun tanam muzlab ketdi. Barxotira mening ichimdami? Ovoz yana davom etdi. Biz endi bir tanamiz, Javohir. Men qo'rqib nafas oldim. Ovoz yana: Bu faqat boshidir, barcha dahshatlar endi boshlanmoqda. Barxotira Javohirning tanasi uchun kurashni kuchaytiradi. Shifoxonadan chiqqunimcha ichimdagi ovoz bir necha bor eshitildi. Har safar men uni xayol deb o'ylardim, lekin u aniq, ravshan, tirik ovoz edi.
Men seni tark etmayman. Hatto uxlaganda ham pichirlardi. Uyga qaytganimda onam oldimga ovqat qo'ydi, ko'zlarimga qarab. Bolam, juda ozib ketibsan. Nima bo'ldi o'zi? Deb so'radi. Men nima deyishni bilmay boshimni pastga soldim. Hech narsa, ona shunchaki charchoq. Ammo ichimdagi ovoz kuldi. Ayting unga, men sizning yagona o'g'lingizman endi. Jim bo'l, dedim beixtiyor. Onam cho'chib ketdi. Nima deding? Kimga gapiryapsan? Hech kimga, ona, men shunchaki. Men o'zimdan qo'rqib ketdim. Barxotira mening og'zim orqali gapirmasada fikrlarimga aralasha boshlagan edi. Birinchi kecha tushimda sukunat bo'lmadi. Tushimda men qayta o'sha hovlida edim. Tevarak qorong'i tut daraxti ortida yana turardi, go'yo yonmagan, kuymagan, balki yana tirilgan. Daraxt ostida Barxotira turardi. Mening yangi uyingga xush kelibsan, dedi u, biz endi shu yerda uchrashamiz. Sen yo'q bo'lding. Daraxt yonib ketdi, dedim qichqirib. U sekin kuldi. Daraxt tanam bog'langan joy edi. Ammo ruhni yo'q qilib bo'lmaydi. Men sening ko'ksingga o'tib ketdim. Endi daraxtning o'rni sening yuraging. Bu so'zlar bilan u qo'lini ko'ksimga qaratdi. Birdan kuchli og'riqdan uyg'onib ketdim. Uyqudan uyg'onganimda haqiqatan ham ko'ksimda iz qolgandi, go'yo kimdir ichkaridan tirnajagandek. Universitet, galati o'zgarishlar boshlanadi. Ertasi kuni institutga bordim. Boshqa talabalar menga qarab, "Javo, sen bugun boshqa ko'rinayapsan", deyishardi. Men o'zim ham his qilardim. Ko'zimda nimadir o'zgargan. Odamlarga qarasam, ularning qo'rquvini, ichki zaifliklarini sezardim. Bir qiz yonimdan o'tayotganda birdan qo'rqib ketdi. "Ko'zlaring qora rangga kirib ketibdi", dedi u. Men darrov oynaga yugurdim. Ko'zlarim atrofida nozik qora halqalar bor edi. "Bu mening kuchim", dedi Barxotira ichimda. Ruh meni boshqarishni boshladi. Bir necha soatdan keyin auditoriyada o'tirgan paytimda ichimdan bir galati issiq oqim o'tdi. Bir yigit yonimga kelib, "Ey bro, sen meniki joyga o'tiribsan-ku", dedi jerkib. Men unga qaradim. Uning yuzida kulgi bor edi. Ammo ichimdagi ovoz pichirladi. "U seni masxara qildi, unga dars ber". Men o'zimni qo'lga olishga urindim. "Yo'q, men bu odamga tegmayman", dedim ichimda. Barxotira kuldi. "Sen emas, men tegyapman". Birdan qo'lim o'zimni eshitmay yigitning yoqasidan ushladi. Ko'zlarim qorayib ketdi. Ovoz balandlashdi. "Ortingga qarab yurishni o'rgan". Yigit vahimaga tushdi. "Javo, tinchlan. Qo'yvor". Men qo'limni bo'shatishga harakat qilsamda, qo'lim menga bo'ysunmasdi. 3 marta zo'rga bo'shatdim. Yigit qochib ketdi. Do'stlarim menga qarab hayratda. "Javo, sen bunaqa emas eding-ku, nima bo'lyapti senga?" Men javob berolmadim. Ichimdagi ovoz esa, "Endi sen kuchsiz emassan. Men bilan sen hamma ustidan hukmron bo'lasan". Murod aka bilan uchrashuv. O'sha kuni kechqurun uyimizga bir notanish mashina keldi. Ichidan Murod aka tushdi. U juda ozginlashgan, qaltirab turgan edi. "Javohir, gaplashishimiz kerak, bolam". Onam uni uyga taklif qildi. Murod aka menga qaradi, ko'zlaridan qo'rquv sezilardi. "Barxotira senga yopishgan, shundaymi?" dedi u sekin. Men boshimni qimirlatdim. "Uni qanday chiqaraman?" deb so'radim shoshilib. Murod aka chuqur nafas oldi. "Buni oson yo'li yo'q. Ruh sening tanangni qanchalik uzoq vaqt egallasa, shunchalik o'z kuchini mustahkamlaydi. Agar o'z vaqtida ajratib bo'lmasa, u butunlay sen bo'lib qoladi". "Qanday qilib?" "Tanangni egallaydi, ongini ochiradi. Odamlar seni olgan deb bilishadi, ammo sening tanang Barxotiraning quvuri bo'ladi". "Unda nima qilay?" Murod aka atrofga qarab ovozini pasaytirdi. "Qayta marosim qilishing kerak". "Qayta?" "Ha.
Sening ichingda bo'lgan ruhni chiqarish uchun eng xavfli marosim tanani ajratish deb ataladi. Buni bir o'zing qilolmaysan. Bunaqa marosimni kam odam biladi. Kim biladi? Murod aka sekin javob berdi. Meni sobiq ustozim. Saodat momo. Lekin u uzoq yillardan beri odam qabul qilmaydi. Chunki u ham ruhlar bilan urushda bo'lgan. Shu payt ichimdagi ovoz kuldi. Sen meni oldirmoqchimisan? Sen xato qilyapsan. Men boshimni changalladim. U gapirayotir dedim. Murod aka yonimga o'tirdi. Qaragin bolam, bu ruh seni yutishidan oldin zarba qilishimiz kerak. Aks holda hech qanday marosim yordam bermaydi. Qachon bordik unda? Hozir. Bu tun eng xavfli tun. Chunki ruh tungi vaqt kuchli bo'ladi. Yo'l qorong'u va xavfli. Biz mashinaga o'tirdik. Yo'l jimjit edi. Shahar chiroqlari ortda qolarkan, ichimdagi ovoz yana gapira boshladi. Sen xorlikni tanlayapsanmi? Meni inkor qilayapsanmi? O'zingni o'ylamadingmi? Men senga kuch berdim. Ular hech kim emas. Meni rad etsang, seni oldiraman. Men qo'rqmadim. Lekin bir payt ko'z oldim qorong'ulashdi, mashina ichida harorat pasayib ketdi. Murod aka qo'llari bilan rulni mahkam qisib, boshlanib qoldi, dedi u. Birdan mashina oynasiga tirnoq tirnagan ovoz eshitildi. Bu nima? Dedim. Murod aka sekin. Ruh bizni to'xtatmoqchi. U seni orqaga qaytarishni istayapti. Deraza ortidan qora soya yugurib o'tdi. Men hayqirdim. Barxotira. Ket mendan. Ovoz baland kuldi. Men senga bog'langanman. Sen qochib qutulolmaysan. Saodat momoning uyi. Biz uzoq qishloqqa yetib bordik. Qorong'u eski mudofaa devorlariga o'xshash uy yonida to'xtadik. Murod aka eshikni taqillatdi. Eshikni oq sochli, ko'zlari charaqlagan qariya ayol ochdi. Saodat momo, dedi Murod aka. Biz sizni yordamga chaqirdik. U menga qaradi. Ko'zlari chuqur, o'tkir edi. Bu yigitning ichida dahshatli narsa bor, dedi u. Men bosh irgadim. Uni chiqarib bo'ladi, dedi momo. Lekin narxi og'ir bo'ladi. Qanday narx? Tanang yoki ruhing ikkalasi birga chiqmaydi. Men jim qoldim. Demak, men olishim ham mumkin. Ha, dedi momo sovuq ohangda. Bu marosimda ikki ruh kurashadi. Qaysi biri kuchli bo'lsa, o'sha qoladi. Murod aka menga qaradi. Javohir, qarorning qattiq bo'lishi kerak. Ichimdagi ovoz esa shunday dedi. Agar marosim qilsang, sen olasan. Ammo men yashayman. Men boshimni ko'tardim. Men marosimni qilaman. Barxotira qichqirdi. Sen mendan qutulolmaysan. Sen menikisan. Marosim boshlanishidan oldin Saodat momo meni uyining o'rtasidagi katta doiraga o'tqazdi. Devorda qadimiy yozuvlar, shamlar, qora tutun bilan qoplangan idishlar turardi. Momo menga qaramasdan. Marosim boshlansa qochib bo'lmaydi. Sen o'zingning ruhing bilan kurashasan. Agar kuching yetmasa, tanangni barxotira egallaydi. Men ko'ksimni ushlab o'tirarkanman, ichimdagi ovoz yana pichirladi. Men seni bu yerda oldiraman. Momo shamlarni yoqdi. Xona yorishdi. Tayyor bo'l, dedi u. Marosimning birinchi bosqichi ajralish. U qo'llarini ko'tardi va qadimiy tilda aytishni boshladi. Mening boshimda bosim boshlanib, ko'ksim ichidan issiq narsa tortilayotgandek his qildim. Birdan qora tutun ko'kragimdan chiqdi. U shakl ola boshladi. Bu Barxotira edi. U dahshat bilan qichqirdi. Men hali chiqmadim. Sen meni oldirmoqchi bo'lyapsan. Saodat momo qichqirdi. Javohir, o'zingni tut. Ruhingni ushla. U seni og'dirsa tamom bo'ladi. Men qo'llarimni musht qildim. Barxotira, deb baqirdim. Sen mendan ketasan. U menga hujum qildi. Xona yorug'i ochib, butun uy larzaga keldi.
Saodat momo zanjirlarni menga tashlab. Uni bu zanjirlar bilan bo'kla. Aks holda seni yutadi. Men qo'rquvdan qaltirayotgan bo'lsam-da, zanjirni ko'tarib qora tutunni ushlab oldim. Barxotira qichqirib har tomonga silkinardi. Sen menga qarshi tura olmaysan. Men esa bor kuchim bilan baqirdim. Sen menga emas. Men sening xo'jayiningman. Ruh qichqirdi. Xona titray boshladi. Saodat momo yana qichqirdi. Faqat bir so'z qoldi. Agar uni aytsang, u butunlay ajraladi. Qanday so'z? Dedim. U menga qaramay javob berdi. Qaytib bor. Men ich-ichimdan butun kuchimni yigib. Qaytib bor. Barxotira chinqirib yubordi. Butun uyni yorqin nur qoplab oldi. Mening tanamdan bir lahza yengillik o'tdi. Go'yo orqamdan tog' ag'darilgandek bo'ldi. Hammasi tugadimi? Ruh parchalanib ketdi. Momo terga botgancha. Bo'ldi, sen tirik qolding, ruh tanangdan ajradi, dedi. Men yerga yiqildim. Hammasi tugadimi? Dedim sekin. Lekin momo o'sha ondayoq yuzini burishtirdi. Yo'q, dedi u qo'rqinch bilan. Ruh yo'q bo'lmadi, u qayergadir ketdi, lekin qaytmaydi deb o'ylama. Shu payt deraza ortidan sovuq shamol kirib, shamlar bir zumda ochib qoldi. Tashqaridan, qorong'ulik ichidan past ovoz eshitildi. Men hali qaytaman. Bu faqat boshlanishi. Men dahshat bilan orqamga o'girildim. Deraza ortida qora kozli soya yana turardi. Bu safar u men uchun emas. U momo uchun kelgandi. Ruh qaytadi. Ammo bu safar Javohir yolg'iz emas. Saodat momoning uyida shamlar birdan ochib qolganda, men yuragimning urishi to'xtab qolgandek bo'ldim. Qorong'ulik ichida deraza ortida to'plangan qora soya yana paydo bo'ldi. Uning ovozi past, ammo butun uyni larzaga solardi. Men seni tanladim, Saodat. Momo qaltirab ketdi. U avval hech qachon qo'rqmaydigan ayol kabi tuyulardi, ammo hozir uning ko'zlarida vahima bor edi. Javohir, dedi momo. Ruh meni emas, seni olish uchun qaytgan. Ammo hozircha menga zarar yetkazib seni chalgitmoqchi. U meni yo'q qila olmaydi, shundaymi? Dedim. Momo sukut saqladi. Agar u qaytgan bo'lsa, demak, sening tanangdagi bosh joyini yana sezib qoldi, ajralgan bilan tugamagan. Ichimda sovuq oqim yugurdi. Men hali sening ichingda bir bo'lakman, deb pichirladi Barxotiraning ovozi. Men ko'ksimni changalladim. Nega? Marosim tugadi-ku. Men seni chiqarib yuborgan edim. Barxotira kuldi. Sen mening asosiy kuchimni chiqarib yubording, lekin men sening yuragingga singib ulgurgan edim. Sen endi ikki olam o'rtasida turasan. Saodat momo menga yaqinlashdi. Bu juda xavfli, bolam. Sening yuragingda ruhning bo'lagi qolgan. Agar uni vaqtida tortib olmasak, bir kuni sen o'zing sezmagan holda Barxotiraning o'zi bo'lib qolasiz. Men dahshatdan titradim. Ruhning hujumi boshlanadi. Birdan derazalar qarsillab sindi. Javohir, men seni chaqirdim. Chunki sen menikisan. Menga qaytishing kerak. Men senga qaytmayman. U uy ichida aylanib, devorlarni tirnagancha qichqirdi. Sen tanlangansan. Mendan qochib qutulmaysan. Saodat momo zamin ustida chizilgan doira ichida yonib turgan shamni ko'rsatdi. Javohir, tez doiraga kir. U seni himoya qiladi. Men yugurib doiraga kirdim. Ruh yaqinlasha olmadi, go'yo ko'rinmas devor uni itarib turardi. Barxotira dahshat bilan baqirdi. Seni qutqara olishmaydi. Sen baribir mening tanam bo'lasan. Ikkinchi marosim, yurak ajralishi. Saodat momo hushsiz holatda bo'lsa-da, qo'llarini doiraga cho'zib, baland ovozda o'qiy boshladi. Hapriqib, ammo davom etdi. Bu marosim nafsni ruhdan ajratadi. Ammo ehtiyot bo'l, agar sening ruhing zaiflashsa, u seni yutadi. Yer ostidan galati vibratsiya kela boshladi. Pol yorila boshladi. Yonimdagi shamlar to'lqinlanib, men turgan doira ichidan oq nur ko'tarildi. Ruh kallakesar kabi qichqirdi.
qilma bu marosimni. Sen olasan. Mening yuragim qattiq og'rib ketdi. Men yig'lab yuborish darajasida edim. Ko'ksim ichida bir narsa yirtilayotgandek tuyuldi. Barxotira kuldi. Mana. Bu sening ruhing ajralayotgan onda bo'ladigan og'riq. Sen bunga chiday olmaysan. Men yiqilmaslikka harakat qildim. Ruhning haqiqiy siri. Shu payt Saodat momo titragan ovozda dedi. Barxotira oddiy ruh emas, u tiriklik paytida qotil bo'lgan odamlarning qo'rquvi bilan yashagan olgach, ruhi kuchayib, jinlar orasida eng xavfli mavjudotga aylangan. Men hayron bo'ldim. U odam bo'lganmi? Ha, dedi momo. Va u seni shuning uchun tanlagan. Chunki sen yuragingda qo'rquvga qarshi eng katta chidamlilikka egasan. Ruhlar qo'rquv va kuchni sezadi. U seni o'z o'rniga voris qilishni istaydi. Barxotira qichqirdi. Sen mening davomchimsan. Ichki kurash, ruhlar to'qnashuvi. Doira ichidagi nur ko'tarildi. Men ko'zlarimni yumdim va birdan tanamdan ajralganimni his qildim. Endi men o'zimni boshqacha joyda ko'rdim, qora boshliq ichida turardim. Mening qarshimda Barxotira turardi. U katta, vahshiy, kuchli ko'rinishda edi. Bu sening ruhing dunyosi, dedi u, bu yerda tanang yo'q. Faqat sening kuching bor va mening. Men seni yengaman, dedim. U kuldi. Sen oddiy odamsan. Men esa o'nlab ruhlarni yutgan mavjudotman. Sening qo'lingdan hech narsa kelmaydi. U menga otilib keldi. Men chetga qochdim. Ammo uning zarbasi hamon belimni larzaga soldi. Agar sen meni yengsang, sen ozod bo'lasan, dedi u, ammo sen yengilmasang. Men sen bo'laman. Mening ichimdagi kuch uyg'onadi. Ruhiy dunyo qorong'u bo'lsa-da, bir nuqtada yorqin nur paydo bo'ldi. U menga yaqinlashdi. Nurning ichida Mastura opaning silueti bor edi. U menga pichirladi. Javohir, sen yolg'iz emassan, senga yordam beradi, chunki sen tanlangan emas, sen kurashchisan. Men ichimda kuchni his qildim. Barxotira menga yana hujum qildi. Bu safar yuragimdan bir nur chiqdi va uni orqaga uloqtirdi. Bu nima? Deb hayqirdi u. Bu mening ruhim, dedim men. U dahshat bilan ortga tisarildi. Bu mumkin emas. Men uning tomonga yurib dedim. Sen meni egallay olmaysan. Chunki men qo'rqmayapman. Barxotira qichqirdi. Sen mendan qo'rqasan. Ha, dedim. Men qo'rqaman. Lekin qo'rquv mening qudratim emas. Meni sindira olmaydi. Bu so'zlardan so'ng nurning kuchi oshdi. Barxotira erga yiqildi. Uning tanasi yorila boshladi. Ruhning olish lahzasi. U so'nggi bor menga qaradi. Agar meni o'ldirsang, sen ham o'zgarasan, menda bo'lgan kuch senga o'tadi, odam bo'lib qolmaysan. Men bunga tayyorman. Men qo'limni ko'tardim. Nur qo'limdan chiqib Barxotiraning ko'ksiga urildi. U vahshiy qichqirdi. Men qaytaman. Va shu bilan u butunlay yo'q bo'ldi. Mening ruhim boshlikda yolg'iz qoldi. Bir lahza sukunat. Keyin men tanamga qaytdim. Uyg'onish. Ko'zlarimni ochdim. Saodat momoning uyi. Murod aka yig'lab turardi. Javohir, tirikmisan? Nafasim og'ir edi, ammo tirik edim. Barxotira ketdi, dedim past ovozda. Momo bosh irgadi. Ha. U yo'q qilindi. Ruh bo'lib qaytmaydi. Sen esa endi uning kuchlari singan odam bo'lib qolganing mumkin. Qanday kuchlar? Dedim hayron. Momo javob bermadi. Haqiqiy shok, endi men ruhlarni ko'ra olaman. Uyimizga qaytgach, kechqurun deraza yonida o'tirib turdim. Ko'chada kimdir yurardi. Qariya odamdek. Lekin u yerga oyoq bosmas, havoda sudralardi. Men hushyor bo'ldim. Bu kim? Shunda qariya menga qarab jilmaydi. Endi sen meni ko'ra olarkansan. Men orqaga chekildim. Sen kimsan? Sen bizning dunyomizni ochding. Ruhlarni endi ko'ra olasan.
Bu Barxotiraning merosi. Men titradim. Bu faqat boshlanishi. Qariya yo'qoldi. Men esa bir narsani tushundim. Barxotira oldi. Ammo uning qoldirgan kuchi mening ichimda. Endi ruhlar meni ko'radi va men ularni. Bu esa yangi dahshatli hayotning boshlanishi edi.